Amerika vizalar chiqdi, ko'rsanglar bo'ladi. Har qanday firmalarga ishonib aldanib qolmaslik. Kes raqamingiz nechida? Qachon kirdingiz elchixonaga? 100 yildan qolmash kerakda odam. Bitta maqsad bo'yicha ketish kerak. Bizani qaysi ijtimoiy tarmoqlardan topdingizmi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Oilamizga Amerika vizalar chiqdi, ko'rsanglar bo'ladi. Bu bilan aka tabriklaymiz vizalar bilan. Avvalambor o'sha bizning kompaniyaning xizmatlaridan foydalanganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va endi baribir insonlarga qiziq bo'ladi. Jarayon qanaqa bo'ldi? Bizani qaysi ijtimoiy tarmoqlardan topdingizmi? Shu haqida mijozlarimizga va obunachilarimizga biroz to'xtalib o'tsangiz. Instagram kanalidan topdik. Qidirib. Grant vizani kuzatib ko'rib, shuni topshirdim shu firmaga. Natijasi deb chiqdi. Xo'p, demak hech kim sizga tavsiya qilmadi, lekin o'zingiz topib ko'rdingiz. Instagram orqali qidirib. Kes raqamingiz nechida? 11 minglar edi, 11 ming yaqin edi. Qachon kirdingiz elchixonaga? 11-avgust. Bizani operatorlar qanaqa xizmat ko'rsatishdi? Aka, ko'nglingiz to'ldimi bu jarayonda? Xizmat ko'rsatishdi. Mijozlarimizga nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Qanaqa xatolarni qilmaslikni va nimalarga ko'proq e'tibor berishni? Har qanday firmalarga ishonib aldanib qolmaslik. Shu asosan men anchadan beri kuzatib kelardim Grant vizani. Shu firmaga ishonib topshirdim. Shu orqali vizalarimni chiqarib oldim. Shu orada bitta savolim bor. Negativchilarning ham fikrini eshitib qanaqadir o'ylanish holatlari bo'ldimi sizda? Endi bu narsani so'rayotganim, konkurent firmalar bor, boshqacha akkaunt ochib, aynan negativ fikrlarini boshqa kompaniyalar gruppalarda ko'p tarqaladi. Shunaqa holatlarga ham duch keldim. Endi aytmoqchi bo'lganim, katta kes bo'lgandan keyin qiziqasiz, kimlar kiryapti, nima bo'lyapti, shunaqa holatlar ham bo'ldimi? Bu borada qanaqa fikringiz sizda? E'tibor bermaslik kerak. 100 yildan qolmash kerakda odam. Bitta maqsad bo'yicha ketish kerak. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bizada xudo xohlasa juda ham ko'p insonlarga viza chiqsa davom etyapti. Agar sizlar ham xuddi shunday viza olishni niyat qilgan bo'lsanglar, Amerika, Kanada, Yevropa qaysi davlat bo'lishini aytganingizda, albatta Grant Visa jamoasi sizga yordam berishga tayyor. Ofisimiz Yunusobod tumani Orient Visa Center 9-qavatida 16 gacha ish vaqtimiz. Bemalol kelib bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zinglarni ehtiyot qilasizlar.